Qadrdonlar mana Toshkent akalarimiz yana kelishgan, kirab olib kelishibdi. Buni qanchadan deyapsiz aka? Bular 100 ming so'm. 100 ming so'mdan. Mana ularchi toshbaqalar. Bular 60 ming so'm nakleykali toshbaqalar. Bu ustiga bir narsa yopishtirib beradimi? Nakleykalar. Ijtimoiy qilmaydimi, o'lib qolmaydimi? Yo'q. Tashaveradi shunday. Bularni o'tgan safar haligi boqishni o'rgatdingiz. O'zini chipsi bo'ladi, ko'rini bo'ladi dedingiz. Bitta shu narsa joyi bo'lib qolibdi aka. Suv mashincha bo'lsa bo'ldi dedingiz. Suv kam bo'ladi. Orolcha bo'lishi kerak bo'ladi. Orolcha, ashinisini indamagan ekanmiz-da. O'sha orolchasiga chiqib turib, o'sha yerda nafas olib yana tushib ketaveradi. 100 ming so'm optimga. Bo'ladi. Bitta ushlab ko'rsatib bering aka. Agar to'g'ri ushlamasa qo'lni qimchib oladi. Bundan kattalarni olib kelasizlar? Hozir bu qayerdan kelgan? Bular hozir mesniy bular. Mesni. Buni qanaqani ko'paytiriladi? Bu ko'payt bizga erkak qilib berishadi deb har safar erkak olib beriladi. Ha. Xullas jup qilib berilmas ekanda. Qadrdonlar yana boya aytganimizdek, yegani bas bu, boqqani.